Assalomu alaykum hammaga. Men sizlarga Lacetti 1.8 sermasida originali va padelkasini ko'rsatib o'taman. Birinchidan bu originalda Made in Brazil deb yoziladi. Xitoyda Made in Korea deb yozilgan bo'ladi. Keling ichilarini ham ko'rib chiqamiz. Oddiy mana bunaqa rulon paketchaga o'xshagan paketda bo'lar ekan. Mana shu yozuvlari bor. Mana bu yerda shtamplovka bunaqalari bor. Ikki trubkachasini o'zida ham Jem yozilgan emblemachasi bo'lar ekan. Xitoyni ham ko'rib chiqamiz keling. Bunaqa pudrovchali salafanda keladi. Termostat o'zi, keyin ichidan bunaqa prokladka rezinchasini ham qo'yadi. Mana shunaqa bo'ladi. Bu sal nikroni bo'ladi. Bularniki sal matroq bo'ladi. Bunda bunaqa gologramga o'xshagan kurugli emblemachasi yo'q. Va trubkachasiz ham hech qanaqa emblema bo'lmas ekan. Jem yozilgan. Mana shunaqa farqlar bor.